Yoshligimdan o'zi bu sohaga, bu kasbga qiziqishim katta bo'lgan. Bolajonlarni yaxshi ko'raman, juda ham farzand, qaynona, xizmatlari bilan ovora bo'lib, shu yurgan paytlarimda keyin shu fikr kelgan. Bitta yaqin tanishim o'zi sababchi bo'lganlar, tanishimizni qo'llarida ishlaganman. Ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlaganman. Shu sohaga qiziqishim juda ham kuchli bo'lgan. Mana oldin bunaqa imkoniyatlar bo'lmaganda, mana ayniqsa bizdagi ayol xotin-qizlarga bo'lmagan bunaqa. Mana katta imkoniyatlar yaratildi. Mana kreditlar olishimiz mumkin ekan. Imtiyozli kreditni biz ham olishga qaror qildik. Imtiyozli kreditni olib, mana o'z faoliyatimizni boshlab, mana hozirgi kunda Glory Kids bog'chasini rahbari sifatida ish faoliyatimizni olib borib, 50 dan oshiq mana ayol qizlarni ishga olib, faoliyat ko'rsatib kelyapmiz. 100 nafardan ortiq bolajonlarimiz bor. Ota-onalarimiz xursand. Bular hammasi mana muhtaram prezidentimizni bizga yaratib bergan sharoitlari. Shu men ham hamma ayol qizlarga maslahat berardim, o'zini kasbini, o'zini o'sha qiziqqan sohasi bo'yicha ketib, o'z faoliyatini yurg'izib, shu xalqimizga, elimizga, avvalambor mana shu oilamizga foydali inson bo'lishi. Prezidentimiz juda ham katta yordam berdilar. Birinchidan, oldin misol uchun mana bitta sohani rivojlantirish uchun, bitta sohani mana shu boshlash uchun qog'ozbozlik, u yoqqa yugur, bu yoqqa yugurlar ko'p bo'lgan. Mana bizani litsenziya olishimizda ham mana ancha juda ham yengil bo'lganda, shu prezidentimizning shu bizga juda ham katta yordam berganlari osonlashtirib berdilar bizga. Juda ham osonlashtirib berganlar. O'ylardimki, shu qaynota xizmati uchun yaralgan. Faqat shunaqa qilishimiz kerak deb o'ylardim. Imkoniyatlarim chegaralangan deb o'ylardim. Lekin hozir shuni bildimki, biz ayollar uyni ham eplasak bo'lar ekan, bolalarni ham eplasak bo'lar ekan. Shu o'zimiz qiziqqan, o'zimiz yaxshi ko'rgan kasb egasi bo'lsa ham bo'lar ekan. Men hozir ichimdagi tashakkurnomamni, ichimdagi kattakon rahmatimni faqat ikkita odamga aytgan bo'lardim. Bu muhtaram prezidentimizga avvalambor bizga shunaqa shart-sharoitlar yaratib berganliklari uchun, bizga shunaqangi o'zimizga ishonchimizni ortishiga, shunaqangi bizga qanaqadir katta motivatsiyalar berganliklari uchun, bizani shunaqa ayol qizlarni qo'llab-quvvatlaganliklari uchun ularga juda ham o'zimni kattadan katta rahmatimni aytgan bo'lardim. Ikkinchisi, meni turmush o'rtog'imga shu fikrlarimda, shu dunyo qarashlarimda meni qo'llab-quvvatlaganliklari uchun o'sha rahmatimni aytgan bo'lardim.